Muxtar Trend kanali taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz insonlar. Dasturdan ochilsin dilda rayhonlar. Yaxshi niyat bilan boshlangan har on barakali bo'lsin bu go'zal zamon. Assalomu alaykum. Telegram hamda YouTube'da o'z faoliyatini olib borayotgan Muxtar Trend kanalining aziz obunachilari, qalbingizda kurtak yozayotgan orzularingizning yaproqlari bevaqt to'lib xazon bo'lmasligini tilab, audio intervyu dasturimizning navbatdagi soni bilan Kamina Dildora Oqbo'tayevaman. Bugungi suhbatdoshimiz tajribali jurnalist, Istiqbol gazetasining rahbari Dilbar opa Sharipova bo'ladilar. Assalomu alaykum Dilbar opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Dildoraxon, xushvaqt bo'ling. Sizni tinglab turganimizdan xursandmiz. Men ham xursandman. Umid qilamanki, bugungi suhbatimiz yosh jurnalistlar uchun manfaatli bo'ladi va kanal obunachilari uchun manzur bo'ladi. Xudo xohlasa, men ham shunaqa fikrdaman. Dasturimiz reglamentiga ko'ra, siz o'zingizni tanishtirib o'tsangiz, Dilbar opa Sharipova kim, qayerda tavallud topgan, qayerlarda tahsil olgan, marhamat. Rahmat. Men 1969-yilda Toshkent viloyatida, Zangiota tumanida ziyolilar oilasida tug'ilganman. Shu tumandagi 14-45-maktablarda o'qib, 1987-yilda Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy davlat universitetini o'zbek filologiyasi fakultetiga kirib o'qiganman. 5 yil student bo'ldim. Shunaqa yaxshi domlalardan saboq oldim va o'zim o'qigan maktabga o'qituvchi bo'lib keldim. Faoliyatimni o'qituvchilikdan boshladim. Lekin shu bilan birga yoshlikdan ijod qilardim. Tumanimizdagi o'sha paytda Leninchi deb atalardi gazetamiz, tuman hokimligining gazetasi. Shu gazetada o'zim maqolalarim bilan qatnashardim. Taqdir taqozosi bilan studentligimda 2-kursni bitirganimda gazetaga chaqirishgan. 2 oy shu yerda faoliyat olib borganman. Gazetani xodimlar bilan yaqindan tanishganman. Ish faoliyati bilan yaqindan tanishganman. Kollektivni o'rganganman, ishni o'rganganman. Va ishlab yurganimdan keyin 3-4 yillarning ichida meni gazetaga chaqirishgan. Bu meni o'zi bolaligimdagi orzuyim bo'lgan edi. Shu orzuyim amalga oshganidan xursand bo'lib, ishlayman deb gazetaga borganman. Bu 1996-yil edi. Ham maktabda, ham gazetada faoliyatimni davom ettirdim. Yana bir savolimiz, navbatdagi savolim, ilk yozgan maqolangizni yoki reportajingizni nomi qanday bo'lgan? Biror jumlasi yodingizda bormi? Ilk yozgan maqolam hali maktabda o'qib yurgan paytimda, adashmasam o'quvchilar bilan bu 1985-yillar bo'lsa kerak, u maqolani olib qo'yganman. Arxivimda turadi. Biz u paytda o'vushdirdik, qanaqaga dalaga hasharga chiqqanmiz va mana shuni xabar qilib yozib gazetaga olib borganim esimda. U kichkina xabarcha bo'lib chiqqan. U paytda Komolova edim. Kichkina xabarcha, tagida familiyam bilan gazetada ko'rganimdan keyin menga yetadigan odam bo'lmagan. Qanaqadir bayrammi, uchrashuvmi, hammasini shunday yozardim, olib borardim. Va o'zimning nomimdan tez deyarli har sonida xabarlar chiqardi. Toshkent u paytda Sovet O'zbekistoniga olib borganman, Mushtum jurnalida chiqqan. Shunaqa qilib qiziqib ketganman maqola yozishga.
hozir endi qanaqa jumlalar yozganim esimda yo'q, lekin xabar janrida yozganman. Rahmat javob uchun. Baribir ham ilk yozgan maqolasini, ilk mashig'ini gazetada chop etilganini ko'rgan har bir yoshning yuragida bir o'zgacha hayajon bo'lishi tabiiy, albatta. Bo'lmasa-chi, hamma o'rtoqlarim voy, Dilbar san maqolang chiqibdi, Dilbar maqolasi chiqibdi, Dilbar deb butun maktabgacha shu bo'lib ketgan. U paytda pochtalyonlarimiz bo'lardi, Rahmatli Iskandar aka degan. Maktabga kelib qish paytlarida katta tanaffusda hammaga gazeta tarqatardilar. U paytda hamma gazetaga obuna bo'lardi. Hammani qo'lida gazeta, ko'zimanda tasavvur qilish qilganman holatimni. Menga yetadigan odam bo'lmagan, osmonlarda uchib yurganman. Shunaqa holat bo'lgan. Rahmat javob uchun. Galdagi savolim, siz nimalardan ilhomlanasiz? Odatda sizni nimalar ilhomlantiradi? Hamma narsadan ilhomlanaman. Kayfiyat yaxshi bo'lsa bo'ldi. Ko'proq pozitiv narsalarni o'ylashga harakat qilaman. Yaxshi narsalarni o'ylashga harakat qilaman. Pessimistik narsalardan qochaman. Hayotga ochiq ko'z bilan, yaxshi aniqa bilan qarashni yaxshi ko'raman. Yoshligimdan shunaqaman, pozitiv, optimist deydi-yu. Yon atrofimdagilardan ham shuni talab qilaman. Yon atrofimdagi kim? Ishchilarimiz, oila a'zolarim, yaqinlarim, dugonalarim. O'tgan narsa o'tib ketdi, yomon narsani o'ylamaydi. Odam hayotga bir marta keladi. Faqat yaxshilikka intilib, odamlarga yaxshilikni nima deydi, yuqtirib deydimi, yaxshilikni ulashib yashash kerak. Shunday. Hozir so'zlaringiz men uchun ham motivatsiya vazifasini bajaryapti. Rahmat. Xursand bo'ldim. Navbatdagi savolim, bilamiz siz Istiqbol gazetasining rahbarisiz. Bugungi kunda gazetangizning faoliyati va bugungi kundagi o'rni haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Rahmat savol uchun. Istiqbol gazetasi boya aytib o'tdim. Avval nomi Leninchi bo'lgan. Shu gazetaga ishga kelganimda yaxshi niyatlar bilan kelganman. Albatta endi rahbar bo'lish degan narsa u paytda bo'lmagan. Ustozlarim Abdusattor Xatamov, Murodjon Botirov, Jamila Arslonova, bulardan ko'p hayot saboqlarini ham, yozish sirlarini ham hammasini o'rgandim. Yillar davomida har bitta maqolani qanaqa yozish, borgan joyda, tadbirda qanaqa o'zini tutish, erta qanaqa savol berish, hammasini, har bitta maqolani qanaqa yozish, har bitta janri qanaqa yozishgacha o'rgatishgan. Ustozlardan o'rganib, mana bugungi kunda endi shu gazetaga rahbarlik qilish mani zimmamga tushgan ekan. Endi o'zim shu ustozlarimdan o'rganganimni yoshlarga o'rgatishga harakat qilaman. Gazeta tuman hokimligi, Zangiota tumani hokimligining ijtimoiy siyosiy nashri. Tumanda bo'layotgan hamma sohada ijtimoiy hayot bormi, siyosiy hayot bormi, madaniy hayot bormi, iqtisodiy hayot bormi, hammasini qamrab olishga, shularni xalqqa, ommaga yetkazishga harakat qilamiz. Rahmat javobingiz uchun. Hozirda Istiqbol gazetasining boshqa gazetalardan ajralib turish jihatlari qanday? Gazetani har tomonlama ham mazmuni, ham tematikasi, ham dizayn jihatdan hamma tomonidan namunali gazeta qilishga harakat qilyapmiz. Toshkent viloyatida 22 ta shahar tuman bo'lsa, hamma gazetalarni redaktorlari bilan muloqotda bo'lamiz, bir-birimiz bilan fikr almashamiz, bir-birimizga o'rgatamiz, bilmaganimizni fikr almashamiz. Mani quvontirgan 2025-yilda bir narsa bo'ldi.
tuman axborot kutubxona markazi rahbari telefon qilib gazetamizni har bitta sonini PDFini berishimni iltimos qildilar. Respublika axborot kutubxonasida tahlil qilib, gazetalarni tahlil qilib, shu Toshkent viloyatida 22 ta gazeta ichida bizani gazetani har tomonlama chiroyli, namunali deb topishibdi va gazetamizni solnomaga olishdi. Mana bu narsa katta gap. Endi gazetani dizaynida, uni rangli chiqishi, tiraji, odamlarga yetkazib berish, yozishdan tashqari buni tashkil ishlari nihoyatda ko'p. O'ziga yarasha murakkab tomonlari bor. Mana shularni hammasini kollektiv bilan hamjihatlikda olib boryapmiz. Bundan tashqari gazetani sayti bor. Undan tashqari Telegram kanalimiz bor. Bular hammasini yurg'izib axborotni gazetaga sig'magan axborotlarni Telegram kanal orqali ham xalqqa yetkazishga harakat qilyapmiz. Rahmat. Faoliyatingizda ulkan zafarlar tilayman. Navbatdagi savolim: materiallar tanlashda qanday mezonlarga e'tibor berasiz? Material tanlashda avvalo u materiallar pishiq-puxta yozilishiga e'tibor beramiz. Uslubiga, hamma jihatlarga e'tibor beramiz. Yozilgan material har tomonlama pishiq-puxta, hammamizni qoniqtiradigan material bo'lishi kerak. Chunki gazetada bosilgan har bitta material yillar davomida saqlanadi. Agar biror bir xato o'tib ketsa ham, uni yillar davomida o'sha narsa turadi. Shuning uchun xato qilishga haqqimiz yo'q. Ustozim Abdusattor Xatamov bilan ustozimdan ko'p narsa o'rganganman. Material yozishi qonun qoidalarini o'rgatib, yana verska degan narsa bo'ladi. Ya'ni materiallar hammasi joy-joyiga qo'yib taxlangandan keyin u o'qiladi. U o'qiyotganda hech kim xalaqit berish kerak emas. Xayolni joyiga qo'yib, yonimizda qalangina lug'at kitob turadi. Ana shu lug'atga bot qarab, o'sha masalan biron bir so'zni yozilishda ikkilanib qolsak, darrov lug'atga murojaat qilamiz. Shunda ustozim aytardilar: gazeta tarbiya maskani, undan hamma o'rganadi. Biron bir xato o'tib ketishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Chunki gazetada qanaqa yozilgan ekan deb o'quvchi qarab, o'sha so'zni gazetada to'g'ri yozilganini bilib gazetadan qaraydi. Shuning uchun xato qilishga haqqimiz yo'q. Xato yillar davomida, asrlar davomida turadi. O'shaning uchun keyinchalik ko'rib shundan uyalmaslik uchun xato qilmaslikka harakat qilish kerak dedilar. Shuning uchun har bitta gap u yoqda tursin, har bitta so'z ustida ishlaymiz. Qanaqa yozilishi, hammasi stilistikasiga juda katta e'tibor beriladi. Chunki o'qigan odam, gazeta o'qigan odam baribir shu gazetada hamma narsa to'g'ri yozilgan degan fikr shakllangan odamlarda. O'shanga xiyonat qilishimiz kerak emas. Rahmat. Javob uchun keldagi savolim: siz tanqidiy materiallarga qanday qaraysiz? Tanqid kelajakning mevasi. Tanqidga yaxshi qarayman, qachonki u to'g'ri, haqqoniy bo'lsa. Tanqid yozgan paytlarim ko'p bo'lgan. Gazetamizda mendan boshqa ham tanqidlar ko'p yozilgan. Bitta voqeani aytaman. Ishga yangi kelgan paytlarim axborot kutubxona markazi rahbari
telefon qilib tumanni bir chekka hududida kutubxonadagi kitoblar bee'tibor qolgani, kutubxonaga ajratilgan bino boshqa muassasaga berilib, kitoblar hammasi zax bitta xonaga qo'yib qo'yilgani, shuni ko'rib kelib bir tanqidiy material yozib berishimni so'raganlar. Borganmiz, bu endi o'sha 1997-98 yillarda bo'lgan voqea. Borganmiz, ko'rganmiz kutubxonani. Kitoblar bir abgor holda bitta xonaga uyib qo'yilgan. Uni ko'rib kelganman. Yana boshqa mulohazalarni qo'shib turib, tanqidiy material yozgan edim. Bu gazetada chiqqan. O'sha paytda o'sha hududda rahbari meni ancha qidirgan ekan. Albatta qo'rquv bo'lgan, qancha yosh bo'lganman, nima deb javob berishlarga ham u paytda hali tayyor emas edim. Anchagacha xavotirda yurganim esimda. Lekin to'g'ri tanqid bo'lgani uchun darrov o'sha kitoblar hammasi joy-joyiga qaytarilib, yana kutubxona o'sha yerda faoliyatini davom ettirgan. Shunaqa o'rgatishgan, tanqid qiladigan bo'lsa, jurnalist har tomonlama o'rganib, har tomonlama o'tiradigan stuli oyog'i 4 ta bo'lsa, tanqidda oyog'i 5 ta, 5-chi oyog'i ham bo'lishi kerak. Shunaqa mustahkam bo'lishi kerak. Shuning uchun tanqiddan cho'chish kerak emas. Qachonki u foydali bo'lsa. Yaqinda yana jurnalist o'zi golida hayron ham qolaman. Yo'l-yo'lakay ketib turib ham yo'lda nimalarnidir ko'rib, salbiy hodisalar bo'lsa, salbiy bir salbiy ko'rinishlar bo'lsa, shuni yo'l-yo'lakay hal qilib ketishga ham harakat qilamiz. Bir kun yo'lda ketyapmiz, reyd emas, boshqa masala bilan chiqdik. Yo'lda eski bitta anaqa turibdi, eski banner osib qo'yilgan. Hayron bo'ldim, darrov mashinani to'xtatib rasmga oldik. Mahallani uyushmasini raisiga tashladim. Aka, qachondan bu banner ibratli mahalla deb yozib qo'yilgan, qachondan bu yerda ibratli mahalla paydo bo'lib qoldi deb so'roq qo'ydim, so'roq qilib tashladim. 2 soatdan keyin javob kelyapti. Mana oldirdik, bo'ldi, masalani hal qildik deb. Oldirilganda ham o'shani rasmini banneri olib tashlab, o'shani rasmga oldirib tashlashyapti. Keyin yana ijtimoiy tarmog'imizga yozdik. Shunaqa bo'lgan edi, bu gazetaga chiqmasdan masala hal etildi deb. Mana shunaqa, bu ham tanqidning bitta turi. To'g'ri. Tanqid qilish kerak, qachonki u ijobiy natija bersa. To'g'ri. O'zi jurnalistlar uyg'oq qalb egalari hisoblanishadi. Havasim keladi, omadlaringizni bersin. Galdagi savolim, yosh jurnalistlardan nimalarni kutasiz va siz faoliyat yuritayotgan gazetada yoshlar uchun qanday imkoniyatlar bor? Jurnalistni noni qattiq deyishadi. Jurnalist mana shuncha yildan beri ishlayapmiz. Ishimiz har doim o'zimiz bilan deb kulamiz. Chunki miya 24 soat ishlaydi. Kechqurun uxlaganda ham, ertalab turganda ham nima yozsam ekan, qanaqa yozsam ekan, qanaqa xalqqa yetkazsam ekan degan fikr, gazetani qanaqa chiroyli qilsam ekan, qanaqa mazmunli qilsam ekan, nima yangilik olib chiqsam ekan degan fikr har doim miyamizda aylanveradi. Va bu yaxshi narsa deb o'ylayman.
yoshlarga ham avvalo o'zim ustozlarimdan o'rgangan har bitta narsani berishga harakat qilaman. Ulardan talab qilaman tartibli bo'lishi, avvalo tartibli bo'lishi, madaniyatli bo'lishi, o'ziga qarab chiroyli bo'lib yurishi, bu ham madaniyatga kiradi. Muomala madaniyatini to'g'ri qilishi, hammasini talab qilaman. Chunki jurnalist xalqi ko'zidagi odam. To'g'ri. Jurnalistdan hamma o'rganishi kerak. Qanaqa inson bo'lishi, qanaqa yurishi, qanaqa muomala qilishi. Jurnalist shunaqa odamki, har tomonlama hammaga o'rnak bo'ladigan odam jurnalist. Xalqqa ham, boshqaga ham. Shunaqa bo'lishga harakat qilamiz va kelayotgan yoshlardan ham xuddi shuni talab qilaman, qo'limdan kelgancha o'rgataman. Rahmat javob uchun. Siz xalqning oynasisiz. Jurnalist xalqi, jurnalistlar xalq uchun oyna vazifasini bajaradi-da. Chiroyli ta'rif berdingiz. Rahmat. Chiroyli ta'rif berdingiz. Hozir yana bir galdagi savolim bor edi. Bu sizni xotiralaringiz bilan bog'liq. Mana shu rahbarlik lavozimida ishlayotganingiz jarayonida bir qiziqarli voqealar bo'lganmi? Gazeta bilan bog'liq. O'ylab ko'rmagan ekanman. Dildora. Qanaqa qiziq voqea bo'lishi mumkin? Unda galdagi savolimga o'taman. Bilaman, siz har doim bandsiz, rahbar odamsiz. Qo'l ostingizdagi xodimlar sizga qarab ergashadi. Siz ular uchun har tomonlama namunasiz. Ammo siz ham baribir dam olishingiz kerak. Bo'sh vaqtlaringizni nimalarga sarflaysiz va nimalar bilan shug'ullanasiz? Agar bo'sh vaqtingiz bo'lsa. Vaqt masalasi. Rahmat shu vaqt masalasida savol berganingiz uchun Dildora. Vaqt eng qadrli narsa men uchun. Vaqtni yoshligimdan to'g'ri taqsimlashga o'rganganman. Ertalab turib nima ish qilishimdan boshlab kechqurun dam olayotganimda kunimni sarhisob qilishni o'rganganman. Hozirgacha shu odat bor. Soat nechida nima ish qilishimni yo o'ylab qo'yaman, yo yozib qo'yaman. Bu narsani yoshlarga ham o'rgatishga harakat qilyapman. Yaqinda targ'ibot masalasi bo'yicha maktablarga bordik, maktablarda o'quvchi qizlar bilan ishladik. Shunda har bitta borgan maktabimda so'radim. Qizlarjonlar, kimni vaqti tejoli yoki kim vaqtini qanaqa belgilaydi o'zi uchun? Bilasizmi? Shunda bir xil joylarda 3-4 ta qizlar qo'l ko'tardi, bir xil joylarda hayron bo'lib qarashdi. Bir xil joylarda ko'proq qizlar qo'l ko'tarib javob berishdi. Va men ularga o'zimni tajribamni o'rgatdim. Vaqtni qanaqa sarflash kerakligini. Yoshligimda shu qiladigan ishlarim hammasi aniq bo'lardi. Qachon qaysi payt nima kitob o'qishim, qachon qaysi payt o'qishga borib kelishim, qachon qaysi paytda uy ishlarini qilishim, hammasi soatigacha, minutigacha hisoblovli bo'lardi. Hozir ham xuddi shunaqa. Bo'sh vaqtim dam oladigan paytlarim kitob o'qishga harakat qilaman. Oxirgi o'qiyotgan kitobim Yaldo kechasi. 5 kun bayram kunlarida o'qib bo'laman deb harakat qilgan edim. Bugun tugataman. Nabiralar bilan vaqt o'tkazishim yaxshi. Bolalarim bilan kechki ovqat paytida albatta ular bilan suhbatlashaman. Kuni qanaqa o'tgani haqida. Kelinlarim oila davrasida o'tkazishga harakat qilaman bo'sh vaqtimni. Kelgan har kuni albatta ota-onamni yo'qlab, ularni 15 minut bo'lsa ham ularni
duolarni olib, ularning xizmatlarini qilib, har kuni ulardan xabar olaman. Shu ishdan tashqari vaqtim shularga ketadi. Rahmat javob uchun. Yaldo kechasini sovg'a qilgan edingiz menga, xursand bo'lib, men ham mutolaani boshlaganman. Buning uchun sizga minnatdorchiligimni izhor qilaman. Rahmat. Judayam yaxshi yozilgan kitob ekan. Ko'p narsa o'rgandim, ko'p narsa olyapman. Avtorga albatta rahmat aytaman. Sizga ham rahmat. Samimiy suhbatingiz uchun. Mana dasturimiz ham yakunlanib bormoqda. Eng oxirgi savolni bermoqchiman. Meni qiziqtirayotgan savol. Shunday mehnatkash ayol, shunday harakatchan jurnalist albatta qandaydir yutuqlarga erishgan bo'lishi kerak. Qandaydir muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lishi kerak. Shular haqida so'zlab bersangiz. Yutuqlarmi? Yutuqlar har bir kunim men uchun yutuq. Bir gap bo'ldi. Ayol kishiga ona bo'lish eng katta yutuq. Xudoga shukr. 3 nafar farzandlarim bor. Nevaralarim, ularning orqasidan. Bular ham eng katta yutuq. Eng yana yutuqim boshimda ota-onam borlar, duogo'ylarim. Ishdagi yutuqlarga kelsak endi mehnatlarim davlatimiz tomonidan e'tirof etilgan, mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan taqdirlanganman. Mustaqillik 30 yilligi bilan ko'krak nishoni bilan taqdirlanganman. Bundan tashqari ko'rik tanlovlar ularni nima deydi, sanog'i yo'q desam ham bo'ladi. Chunki shularda qatnashish men uchun zavq beradi. Qanaqadir tanlov e'lon qilindimi, albatta qatnashishga harakat qilaman. Yutsam, yutmasam ahamiyati yo'q. Yutsam xursand bo'laman. Mana bu yil ham kasaba uyushmalarining 100 yilligiga bag'ishlab konkurs e'lon qilingan edi. Bir sahifa material berdim. Tumandagi kasaba uyushmalarining faoliyatini yoritib, kattagina material berganim uchun tanlovda g'olib bo'ldim. Taqdirlandim. Shular. Tabriklayman. Rahmat. Yutuqlar bardavom bo'lsin. Suhbatimiz so'ngida sizga o'zimni cheksiz minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. O'tgan safar ham siz bilan diydorlashganimizda, ko'rishganimizda adabiyot, talabalik xotiralari, faoliyatlar haqida mazza qilib suhbatlashgan edik. Hanuz o'sha suhbatni ta'siridan chiqa olmayman. Shuning uchun men xursand bo'ldimki, mana shu dasturni tashkil qilishimizdan yana Dilbar opani samimiy suhbatlarini oladigan bo'ldim deb rosa xursand bo'ldim. Opa, boringizga shukr. Joningiz sog' bo'lsin. Har doim yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Shogirdlaringiz uchun har doim siz namuna bo'la oling. Ular sizni ortingizdan har doim ergashsin. Hamma havas bilan boqishsin sizga. Rahmat. Sizga ham Dildoraxon sog' bo'ling. O'ylagan hamma yaxshi niyatlaringizga Allohim bekamu ko'z yetkazsin. Rahmat. Endi dasturimiz so'ngida kanal obunachilari uchun, muxlislaringiz uchun tilaklaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Bunisi uchun ham rahmat. Tinglovchilar hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Hayotda inson uchun eng kerakligi sog'lik. Sog'likdan ortiq baxt yo'q. Kirib kelgan yangi yilimiz hammaga olam quvonch olib kelsin. Rahmat opa. Vaqt oliy hakam deganlaridek, bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Bugungi suhbatdoshimiz Istiqbol gazetasining rahbari, tajribali jurnalist Dilbar opa Sharipova bo'ldilar. Samimiy suhbatingiz uchun rahmat. Dasturni kamina boshlovchingiz Dildora Oqbo'tayeva olib bordim. Bugun dildan aytildi har so'z. Qalbimizda qoldi go'zal so'z.
Suhbatlardan topdik yorug' nur. Xayr deymiz, ezgu yo'l, huzur. Salomat bo'ling.